Assalomu alaykum, hurmatli ismim Boburjon. Hozir Alsat qizim bor, SSD 1600. Jons Hopkinsda yaqin yil mayga bitkiraman va hozirda Kolumbiya UPenn va Cornell agregatsiyasidagi universitetlarga magistraturasiga yuridik fansiga kirdim. Hozirga shu Toshkentga o'zimning o'quv markazim bor. Bu yerga shu o'quvchilarimizda universitet va SATga tayyorgarlik ko'rdiryapman. Va hozir mana shu viloyat nimasi hokimi joy berdi bizga, mana Samarqandga nasib bo'lsa, bu yerga shu SAT top universitetga kirgizishga biz hozirgi O'zbekiston yoshlarini tayyorgarlik qilib, o'zimizni o'zbeklarni ko'paytirishimiz bor. Avvalambor mana shu imkoniyatni o'zimizda qilyapmiz. O'zimizda Samarqandda qilaman degan gaplaringiz menga juda yoqadi. 5 yil oldin shu gapni gapira olmasdim. Yana to'g'ri. İmkoniyat yo'qdi, sharoitimiz yo'qdi. Mana sekin-sekin yangi O'zbekistonni ishontirib, iqtisodiyotini barqaror qilib, odamlarimizni inontirib, mana qancha bolalarimiz sizga o'xshagan chet elga borib, katta oliygohlarda mana shu Ulug'bek yurtidan, Xorazm yurtidan O'zbekistonga tanib boshlayapti. Sizlar orqali. Ulardan bizlar to'g'ri mana shu respublikada bir namuna bo'lish kerakda, Samarqanddagi maktabga borib o'qiyman degan ibora paydo bo'lishi kerak. Rahmat. Sog' bo'ling.